yorug'tamiz falsafa hammasidan. Bolalik shunchaki o'tib ketdi va bizning yonimizda faqatgina orzular bilan qoldi. Endi hayot oldingidek bo'lmaydi va battar qiyinlashib boradi. King. Buguncha yiroqdamiz falsafa, enifobiya yoshimiz o'tgan sari yo'q qolarkan hamma fobiya, bolalikdagi qo'rquv bo'lgan qorong'u zulmatdan, ammo bugungi zulmatda yozildi quyidagi matn. Umr ham daryo kabi bo'ldik 17 yosh, esimda hali hamon orzular bo'lgan yo'ldosh, lekin beshafqat hayot qilmadi bizga adolat, hech kim ham bera olmaydi yaxshi hayotga kafolat. Har kuni o'qish yo ish, bizda yo'q boshqa imkon, xayolda ming xil tashvish, sanoqmas muhimi son, mazmunsiz o'tar kunlar, rangsiz film, qora fon. Bu hayot yo'llarida zaif bu yagona jon, aslida bizlarmidik tez ulg'ayish istagan, orzular dunyosida yillar o'sha yashagan, ammo tez o'tib ketdi. Bolalik bo'ldi tamom, xayol bizga yo'l boshlar qiyinchiliklar tomon. Kimdadir sevgi mavzu, muhabbat bo'lgan yakson, kurtak bardosh bersa ham baribir to'kilar xazon shu sevgini dastidan. Biz ham bo'ldik-ku sarson o'shanda deb aslida sevgiga ishonch olgan do'st jigar deyishar, doim birga yelkadosh, lekin senga maslahat, do'stingni qilma sirdosh. Bu zamonda birodar faqat ishi bitguncha va shunchaki unutsan toki ishi tushguncha. Shu yoshingda bilasan kim yaxshi nima yomon. Yildan yilga mas'uliyat ko'payib borar harom. Kimdirlar nola qilar, ayiblar qiyin zamon. Asli odamlar boshqa, zamon bu eski zamon. Hammaylar nima derdik, ammo ayb zamonda emas, buni qismat deyishar. Chidash ham hammaga emas, har kimga har xil taqsim berilgan boylik sharaf. Kim haq yokidan nohaq, hamma o'ziga taraf. Noliganlar ham kam emas, bilgani faqat nolish, harakatsiz orzular. Bular shunchaki xohish, inson nomli mavjudot, xohishlari bepoyon. Qabrga kirgan kuni istaklar topar yakun, so'z ochilsa muhabbati hamma o'zicha bemor, ularni bemor qilgan tungi suhbatlar bedor. Boshida o'ldim, kuyda munchalar go'zal visol, so'ngidachi ayriliq tentaklikka bir misol. Ba'zilar tushunar kech, ba'zilar tushunar erta. Umr bir qisqa safar, go'yoki bugun erta. Hayot mazmuni nima bilolmas hech bir inson, hamma boylik dardida, dardiga topmas darmon. Va yakunda xotima, satrlar topdi oxir. Gapirishga ku gap ko'p, kupletlar ancha og'ir. Bu emas to'liq yakun, budir qisqacha bayot. Yillar o'tib keladi, biz orzu qilgan hayot.